Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana yana bir ishimiz. Xudo xolasa bitgan edi. Endi kelib videoga olib mana turbalarini iltimos ukasiz o'zingiz qalindan yasab bering deganligi uchun yasab. Hozir bolalarga aytamiz, addilchi bolalar bor ekan, mana ishlarini ham bir ko'rib baho beraverasizlar buni. Addilchi bolalarni ham bo'lash, tosh boshlarni va hamma narsalarni qilib mana o'zlaring bir baho berib, kimga kerak bo'lsa telefon qilsalar, nomerini beraman, bexijolat gaplashaverasizlar. Kimgadir tunuka, kimgadir mana fasadlarni o'zgartirish kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Hozir ichkarilarni bir qator tanishtirib o'taman. Ammo to'g'risi hayolimda ham, esimda ham bu yo'q. Bu qancha ish bo'lgan, nech pullik bo'lgan, mana hozir bir qator tanishtirib o'taman. Bu ham 04 oqqa 04 mokriy bo'lgan. Faqat tarnovlarning o'zi mokriy bo'lgan. Mana darvozaxonamiz. Betlar o'sha eski uylar edi. Iltimos iloji boricha chiroyli qilib bering deganligi uchun chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha qilib ketganmiz. Podsetkalar aylantirib, o'rtasiga o'sha plastik detallar terib, rumbik shart bas degan betga. Bunaqa kiradigan xotiga va plastik detallar terib qo'yilgan. Ichkarilari hozir kazroklar. Endi o'sha aytganimdek eski hovli bo'lganligi uchun buzib tomni boshqa unaqa qilmay qo'yaveraylik, shunda o'zini holatida ko'rasiz deganligi uchun endi o'zini holatida qilib biz ham qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib hozir baylariga turbalarni olib keldik, ustakalarni, adilchilar akalarni o'zi qo'yib ketar ekan. Mana svetlar betdiki mana shu holatda bir o'ta go'zal holatda chiqqan. Kimga kerak bo'lsa bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana abdelchilarni ishi, mana toshlarni yopishtirib, hamma narsalar. Usta aka bexijolat telefon qilsa, nomeringizni beraman. Bexijolat gaplashaverasiz aka. Qo'ldan kelgancha vodiy bo'ylab hozircha yo O'zbekiston bo'ylab ham O'zbekiston pulini kelsangiz bo'ldi. Qo'ldan keladi hamma narsasi. Bo'ldi. Narxlarini aytib o'tasizmi yo telefon qilsa kelishaverasiz, ha? Bo'ldi aka. Mana shu usta akam bilan mana bexijolat kelishaverasizlar. Mana shu o'zini qo'ldan chiqqan ana. Hozir quyosh tushganligiga unaqa bo'lmayapti. Salqin holatda. Fasadlarni aynan qilib o'ta bir go'zal holatda tiyagan, hamma narsalar o'zidan qo'ldan kelar ekan bo'lsa akalarda. Toshlar deydi, mana shunaqa narsalar mana zinalariga aynan o'ta bir go'zal holatga keltirib, xudo xolasa uylarni tunuka fon bilan shunaqa narsalarni qilib bering desangiz, bitta borib turib ikkalasini ham kelishib qilinaveradi. Hijolat bo'lish yo'q, bexijolat. Bu tomonlari, mana kataloglari etepari eski holatligida mana asar ham qolmadi. Bu uyni biz qanday chiroyli qilamiz desak, endi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ketaverasizlar uka deyishadi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ketaverdik biz ham. Bularning holati. Ayni bunaqalarga bunaqalar yopishtirib, bular haqiqatan ish sifatli o'ta chiroyli chiqarib ketdi. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sherxon. Uylarning ichini ham aka, qani, uylarning ichini ham bir qator olib ketamiz. Kimga endi kerak bo'lsa, kimgadir masalan yo'qadi degan umiddamiz biz ham. Kirsak bo'ladimi aka? Yechib kiraverek a? Mana. Uylarning ichi-yu, tashqari-yu. Mana. Endi hozir ko'pchilik telefon qilsiz, addelchiga ekansiz, travitan qilalasizmi deb. Men faqat tunuka fonchiman. Nomerini masalan beraveraman, o'zlaring xohlaganlarincha kelishaverasizlar. Endi masalan keldim, shu uyga chiroyli chiqqanligi uchun, ishi sifatligi uchun mana chiqarib beryapman YouTube'ga. Endi masalan siz oqtarib, shunaqa ustani oqtarib topolmay turgan bo'lsangiz, mana betlarni endi sveti yonarmikin, yonadi shekilli. Betlarda ham mana shunday holatga, bu telefonda shunaqa ko'rinyapti, mana bunday qilsangiz, mana bir xil svetda chiroyli bo'lib podsetka aylantirib, haqiqatan o'ta chiroyli, ishi ham sifatli ustalar ekan. Mana chekkalarga mana bundan narsalar yopishtirib ko'rib o'zing baho berib, mana pollarning holati
Kimga kerak bo'lsa hozir yana narigi xonalarga ham kirib qo'yamiz. Mana. Haqiqatan o'ta sifatli ishlari, haqiqatan menga ham yoqdi. Mana o'ta bir go'zal holatga haqiqatan keltirib chiroyli qilib ketibdi. Qo'llarida ko'rmas ustakalarimizni ham. Odamni qo'li gul deydi. Haqiqatan mana o'zlariga baho beraverasizlar. Men ham endi o'sha eski holatida kelganman betga. Bunaqa holatda ba'zi betlarga ham kirib, menetlarni ham xolasa aka. Bu ishimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida, Samarqand qishlog'ida o'z yakuniga yetyapti ekan. Bugun xudo xolasa ustaroz bo'lar ekan bu akalarga ham. Mana o'rtasiga mana shunday chiroyli narsani qo'yib ketdi. Malades, qo'llari dard ko'rmasin. Shu, bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan usta Sherxon bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana shu akamizning nomerini ham beraman. Kimga kerak bo'lsa, Abdulchik masalan nima kerak bo'lsa, shu nomerni beraman. O'zlaring maslahat qilib, kelishib xohlaganlaringcha. Mendan faqat tunuka fonda narsalarni so'rasalaring, men javob beraman. Masalan, o'lchash kerak bo'lsa o'lchayman. Hamma narsani chiqarib ketaveramiz. Bizdan uzoqlashmang.